Ben köp anlaydım şu telefon işlep çıkaran şirketler bu telefondan da yanılaşaq nüshasını devamlı pat yanılap duruş gerek tanıdı. Yani planlıq konvert işleydiğin bir hukum var ekan de. Bu Evet. telefon şirketleri sizin şu adım mesela 5. sürüm bo'lgan bo'lsa 6. 7. sürümünü çıkarıp telefonunuzu yanılıb edan dep oyunda uçurunu tolup pat neçe ayda bir avatib turib sizin çaqaraq şunda yaxşı mesela 5. sürümde şunda sudek işleyatgan telefon 6. 7. sürümünü kaçırgan deyken o aslap ketip burunqi telefondan zeriktirdi ekan da bu kişilarni. Şu an telefonu almashtırışqa mecbur qildi şirketler. Bu planlıq qılınğan narsa degan YouTube'da onun bunun narsasini ko'rganman. Şu an yanılmaslıq kerak. Ma'lum mezgildan keyin bir qanchasini yanılsangmi yanılgan keyin 2-3 qatimdan keyin yanılsang şu telefonni yangi telefon olsaldi degan gap toza asosiy gapkanda siz nima gapingiz qaraganda yanılab turish kerak degan gap. Ya o yangilash degan gap telefonning nusxasi emas, telefonning ichidagi o Android bo'lganmiz, Androidning nusxasi, o alma telefonning nusxasi bo'lganmisa, almaning nusxasi degan gap. Uni masalan u siz abay degan narsa o telefonni qasddan astilib o'tish, o alma telefonni ko'proq ko'rilgan, uni hozir cheklab U savdo xarakterli qiziqish tufayli shuni telefon astilib o'tganki yangi telefon olsa, alma telefonninki nimasi foydasi ko'payib mangdi, ularninki paychak bozoridagi qimmat oshadi. U endi savdo jihatdagi qiziqish. Ama mening deyotganim bu telefonningki modelisini emas, telefonning ichidagi yumshoq detalning nusxasini deyapman. Endi lekin umi to'g'ri, masalan, siz alma telefonni ishlatgan bo'lsangiz, hozir qancha yildan keyin yoki qancha nusxadan keyin koni nusxasiga bexatarlik yuchqini yamaydigan yamoqlarni yoki bo'lmasa nusxasini yangilash iqtidorini yo'q qilib yetadi. Qilgan degan siz o koni telefonni ishlatsangiz, demak uning bexatarlik masalasi bo'lishi mumkin. U chaqda almashtirish kerak. Lekin yangi telefon sotib olish mana bexatarlik masalasi bilan u ikki narsa. O'sha ichidagi yumshoq detalning nusxasini qo'llagan zaman uni cho'qim telefon almashtirishni hojati yo'q. Xo'sh. Men shuni demoqchiman. Qattiq detal. Qanday qo'g'dinimiz bu, masalan, bu IMSI tutquchidan qo'g'dinishning yo'llari? Endi abay degandek o'xshash telefonimizda masalan ma'lum bir biz o'ylamagan shaklda bir xil g'ayrilik yuz berdi. Masalan, abay degandek signalninki ta'minlagan shirkatninki ismida bir xil g'alatilik va yoki bo'lmasa telefon tuyuqsiz astlab ketdi yoki to'g'ri kirgila olmaydigan bo'lib qoldi. yoki telefon qizib ketyotadi degandek abay buning misolini deb o'tdim. Xo'sh. Masalan, ashunaq narsalardan qilgandan keyin demak mushta ish bo'pti dedik. Undan keyin app qachilgandan keyin balkim bizga signal berishi mumkin dedik. Ammo uningdan %100 o'zimizni qo'llaymiz degan narsa u ehtimollik yo'q. Abay degandim bu texnikalik jihatdagi masala bo'lganligi uchun men bir yerga borgandan keyin mening telefonim antennasida kuchli bo'lgan bir signalni berayotgan menga to'g'ri kelgan bir antenna menga javob qildi. Qilgandan keyin shundan boshlab men qarag'ulacha shu antennaningki mening uchurimni qarshi tarafga o'tkazib berayotganligini, menga to'g'ri uchurni menga keyingandir avat berayotganligini men ishoniman. Men qarag'ulacha ishonaman. Chunki hala shu qadar o'zini rasm nimaga o'xshatib bizga nima bera olganligi uchun men uni qarag'ulacha ishonaman. Telefonning texnikasi ana shunday. Bu telefon shunday bo'lganligi uchun qarshi tarafga qarag'ulacha ishinib mashg'ulotini qilaverganligi uchun nima avat biz shuni qabul qilib, demak bu yerda unalik %100 qo'g'dinish ehtimolligi yo'q. Endi uni qo'g'dinish uchun nima qilaman degan vaqtida men har qanday telefonim bilan aloqa qilayotgan uchurning hammasini qulupsiz bir to'g'rini shakllantirib basimo men uni VPN bilan quluplab turib yo'llasam, demak men u bir hali cho'ng bexatarlik nimasi paydo qildi. Men bu ISM signal tutqush mening telefonimni aldab o'zining to'g'riga kirib qilsam, men yo'llagan uchurimning hammasini VPN aktivlashtirib, VPN orqali yo'llaganligim uchun u chaqda demak mening uchurim davomli bexatar yo'llaydi. Lekin demak aniki internet orqali menayotgan uchur bexatar. Lekin bu yanalam SMSdan qo'g'dayolmaydi. SMS davomli bexatar bo'lmagan bir aloqa uchun. İşletmesi gerekende SMS'den söz kettin. SMS'i mümkün bo'lsa ishlatmaslik kerak. Haqiqatan to'g'ri. SMS'dan bexatarlik yuchqini aytib ko'p.
Lekin tor Normalde mülazimeti bankalarga kirsangiz mesela başka uçur emas, ha, mesela kirsangiz özünüzün şifresini kep. ha, Bankadan bir SMS yollaydı. Mesela bir 5-6 to'g'ri, xanlık. SMS to'g'ri, arqılıq yollaydı hem de şunu unikeni kirgendikin andın toğırlap kiralayımız mesela. to'g'ri. Siz telefoningizdan bankaning appga ulab turib, siz bankaning appdan ishlatuvchi ismi bilan passwordingizni berdingiz. Siz VPN bilan ulagan bo'lganligingiz uchun bu uchurni ular o'g'irlayolmaydi. Shunga ularga kelgan SMS, ular o'g'irlagan SMSlar sizga buzg'unchilik qilolmaydi. Demak, bu ikki xil bu yerdagi ikki narsa ikki xil yo'l bilan kelayotgan bo'lgani uchun birisi internet orqali banka qo'llab, siz shifrangiz bilan ismingizni berdingiz. Sizningki ikki qadamlik dalillash usuli SMS bilan keldi. Bu ikki kanal bilan manganligi uchun, bu yerda ikkisini bir yerda bo'lmaganligi uchun yana buni o'g'irlab ketish ehtimoli. Xo'sh, xo'sh. VPN ishlatish bu birliqi kompyuterda VPN ishlatadiganlar ko'p hozir, bilsam bilmasam. Telefonda VPN ishlatadiganlar menimcha ko'p bo'lishini tayin. Ammo men haqiqatan qo'l telefondami VPN ni ishlataman. Chunki biraz iqtisod kasimi buni ishlatish kerakdan yani. kerak. Chunki masalan u iqtisod kerak bir qimmat narsa emas. Masalan 5 tal asbobni qo'llaydigan Norton'ninki 360 gradus qo'g'dashlaydigan bir programmalar var. Norton Deluxe deydigan antivirus programmalar var. Ular Mac telefon alma kompüter olamda yoki Windows kompüter olamda yoki almaninki telefonsi yoki Android telefon olamda. O'sha 5 asbobga ishlatganda nimasini yilligini bir azam bo'lsa 20-30 dollar bo'lmasa 40 dollar sotib oldi, ammo jiq foydasi bor. Sizni virusdan qo'g'daydi, uning kayindan o'xshash bexatarlik nimalarni ishlatgili bo'ladi. Endi u cho'qim Nortonning bo'lishida tayin. Masalan, ba'zan alik VPN nimalarim bor, Nordic VPN deydigan o'xshash yoki bo'lmasa uni oylik bir necha dollar pul to'lab qo'ysiz, ammo jiq ishingizga asqatadi. Xo'sh, xo'sh. Endi uningki yomon tarafi nima degan vaqtda men bir qancha qilib bo'ldi. Boshqa bir davlatga borgan vaqtida VPN aktiv bo'lganligi uchun shu davlatga borgandan keyin mening to'g'rim ishlamadi. Bir qism davlatlarda bu VPN orqali tor ishlatsangiz, toringiz normal ishlamaydigan bo'lib qolgandan keyin uni buni to'xtab turasiz, VPN aktivlashtirib qo'y degandan keyin VPN uniki ishlar bo'ldi. Shunga boshqa bir davlatga borganda uniki eSIM kartalarini ishlatganda bo'libmi, shu VPN ni aktiv emasligiga diqqat qilish kerak. Endi chet davlatga chiqqan vaqtida ba'zanda shunday bir avarchilik yo'li qiladi ish. Ammo o'zingizniki to'g'ringiz agar VPN ni qo'llasa, menimcha qo'l telefonda VPN ni ishlatib turib chiqqan yaxshi. Unda bo'lganda jiq avarchilikdan saqlanadi. Va WhatsApp, Signal bu narsalarni ishlatishmi? Normalde hem daha az köpünç insanlar şunu işletamam ki tuğamdı biraz. Aşınınki mesela başında nimeler şu IMS'ga SI'ga o'xshash. Bu normalde WhatsApp'ga o'xshash yoki Signalga o'xshash narsalar ichida bo'lib atgan narsalarni agar mening telefonim kirib olgan bo'lsa olalamdi uni? Endi uningki elish ehtimolligi biroz pastroq, chunki nima qilgan vaqtida uchur siz bilan men nima qilgandan keyin aloqalashsak, ikkimizning o'rtasida bir kelishim paydo qilib, ikkimizning o'rtasidagi uchurni maxsus ikkimizga tabiiy bo'lgan quluplashuv usuli bilan mangdi. Masalan, ko'pincha vaqtlarda masalan siz bir do'stingizniki masalan yoki bir tanishingizniki WhatsApp'ni açsangiz, tuyuqsizlar buningki bexatarlik nimasi o'zgardi degandek bir uchur chiqib qoladi. Hech nimani yechish yo'qlar, buning bexatarlik nimasi o'zgardi. To'g'ri. Sababi nima degan vaqtida u yo telefon almashtirdi, yo bo'lmasa WhatsAppni o'chirib o'tib qaytadan qachiladi degandek nimada har qatim u odam yo sizning nomeringizni o'chirib o'tib qaytadan kirgizdi degandek bir ishlar bo'lganda har qatim bir narsa yangilangan vaqtida ishkanning o'rtasidagi kelishim yangilanmoqdi. Yangilanmagandan keyin shu ishkanning o'rtasida paydo bo'lgan kelishim orqali uchur yo'llanganligi uchun u quluplarlik shaklda nima qildi? Bu WhatsAppmi nihoyatda diqqat qiladigan bo'lib ketdi bu ishlarga. Facebook'ning şirketi bo'lganligi uchun biz davomli sizlarning uchurlarni quluplab yollaymiz degandek ashta uchurlar faqat WhatsAppda chiqib turdi. Signalmi shundoq. Signalmi quluplab turib yollaydi. Endi bu yerdagi narsa ikkimizning o'rtasida almashayotgandagi ikki uchurdagi gap. Endi uningkin
saqlangandan keyinchu degan vaqtida demak bu quluplanib saqlangan bo'lishi natayin. Masalan, sizning telefoningizda bir qism narsalar WhatsAppdan kelgan narsalar telefoningizga saqlandi yoki bo'lmasa qarshi tarafning mulozimatchisi saqlandi yoki sizni saqlandi, saqlangan vaqtida endi bu telefoningizga bir narsa o'rinlashgan bo'lsa, shu o'rinlashgan narsa orqali sizning telefoningizdagi WhatsApp uchurlarini balkim ko'ra olishi mumkin. Lekin almish jarayonida shu degan vaqtida abayqa o'xshash orliqdagi odamlar WhatsApp signalini ko'rish ehtimolligi tuban.